Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinizə 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk ijtimoiy islohotchi, yangi ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domullamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. İlim-fen ro'yi bilan milliy ongning uyg'onishi 19-asrning oxirlaridan 20-asrning boshlarigacha bo'lgan jarayonda butkul sharq musulmonlar dunyosida bo'libmi Qrimdan Qashqaygacha bo'lgan territoriyadagi turkiy tilli xalqlarning milliy ozodlik harakatlarida intayin muhim fikr manbasi bo'lgan edi. İsmail G'osparalining Qrimdagi Baxchi saroydan yondirgan jadidchilik mash'ali Rus va Xitoy mustamlikasining rayimsiz asoratini yetkicha chekkan turk musulmonlarining qalbini yo'ritgan, baldir uyg'ongan millat sarxillarida ilm-fan, yangilash, islohot, taraqqiyot va hurriyat g'oyalarini paydo qilgan edi. Ana shu davolg'ib turgan yillarda qalbiga o'z xalqi va vatanining qutulish orzusini yuklagan, ilim, ma'rifat va uyg'oqlikni asoratdan qutulishning yo'li deb bilgan, islohot va yangilashni millatni qudrat topqizishning asosi deb qaragan Abduqodir Domullam Buxoro bilan Qashqa orlig'ida talay xiyollarni qiladi. Uning tipirlashlari va chiqish yo'li tepishdagi azobliq izlanishlari o'ngishliq bo'lmaydi. Necha qatam vatanidan ayrilishga majbur bo'lib, yana necha qatam vataniga qaytib keladi. Bu azobliq jarayonda uning xalqini ham vatanini uyg'otishga, ma'rifatga, taraqqiyotga va hurriyatga chaqirgan bir yurish asarlari yo'riqlikqa chiqadi. Taron Uyg'ur apandi Abduqodir Domullamning asarlari haqida cho'nqur tonishga ega yosh bilim odamlarining biri. U Abduqodir Domullamning 20-asrning boshlarida yozgan bir yurish asarlarining ilmiy, adabiy, ijtimoiy va diniy sohalar bo'yicha xalqni tafakkurga ham fikr inqilobiga yetaklagan ko'rsatkich bo'lganligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domullam o'zining ijodiy hayotida ijtimoiy va ilmiy sohalarda turli temalarda asarlarni yozgan. Bu asarlarning bir qismi ayni chog'dagi jadidchilik islohot harakatiga ideyaviy asos yaratishga turtki bo'lgan. Masalan, Javohirul Fiqon, Miftahul Adab, Muxtasari Ibadati Islomiya qatorliq asarlari musulmon dunyosini uyg'onishga, shundaqla ijtimoiy islohot orqali qudrat tepish yo'liga menishga undagan asarlar bo'lib hisoblanadi. Darvaqa Abduqodir Domullamning asarlari quruq nazariya yoki panda nasihat xarajlaridagi dogmatik muhokamalarga to'lgan vaz nasihatnoma emas edi. Abduqodir Domullamning turli sohalar bo'yicha yozgan asarlarida intayin kuchli dalillik, amaliyatchanlik, zamon va makon taqozosi, shuningdek xalqiga chiqish yo'li ko'rsatishdek milliy mas'uliyatchanlik mavjud edi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutu'nun profesörü Alimcan İnayet Efendimi Abduqodir Domullamning öz əsərləri arqılı ayni vaqtdagi Uyg'ur jamiyatiga qutulish yo'lini ko'rsatib berganligini tilga oladi. Abduqodir Domullam ayni davrdagi Uyg'ur jamiyatining qutulish chorasini bunday formulalar bilan ifodalagan edi. Zaman ogohlik zamonidir, g'aflat zamoni emas. Ilm ma'rifat zamonidir, jaholat zamoni emas. G'ayrat zamonidir, o'rinliq zamoni emas. Ya'ni qutulish uchun uyg'onish, ilm o'rganish va tirishish shart. Millatni asoratga qo'ygan narsa g'aflat uyqusi, nodonlik va o'rinliqdir. Abduqodir Domullam bütün əsərlərini mana mushundaq bir maqsadda yozgan deb qarashga bo'ladi. Mayli din bilan munosabatlik asarlari bo'lsin, mayli she'rlari bo'lsin, mayli til bilan munosabatlik asarlari bo'lsin, hammasi shu millatni uyg'otadigan, millatga ilm o'rgatadigan asarlardir. Bo'libmi uning Nasihati amma nomli asari uning bu jihatdagi maqsadini ochiq bayon qilgan. Nasihati amma nomli kitobcha Abduqodir Domullamning asarlari ichida eng ko'p o'qilgan va eng keng tarqalgan, shundaqla o'z zamonasida Sharqi Turkistondagi yosh avlodlar orasida intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan asardir. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, savol-javob shaklida oddiy va kuchli iboralar hamda ommabop uslub bilan yozilgan bu asar o'z zamonasidagi asorat tumanlari ostida qolgan xalqqa qutulish yo'li ko'rsatib bergan edi.
Abduqodir Domollamning shu Nasiyati amma nomli asarida shu savol javob shaklida savol millatning xor va zabun bo'lishining sababi nima? Javob ikki narsadir. Biri bilimsizlik, yana biri nodonlikdir. Savol: izzat, obro'y va kuch-quvvat nima bilan bo'ladi? Javob: ilm, ma'rifat va ittifoqlik bilan bo'ladi. Bu bayonlardagi xor va zabunlik, bilimsizlik va nodonlik, ilm, ma'rifat va ittifoqlik degan hukmlar o'rtasidagi munosabatni yaxshi analiz qilishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, sabab o'zgarmasa, natija o'zgarmaydi. Hozirmi asoratda xor va zabun bo'lib yashayotgan bo'lsak, shu demak sabablar o'zgarmadi degan gap. Jamiyatimizda ilmu, bilimsizlik, nodonlik va ittifoqsizlik mavjud. Agar natijani o'zgartimiz deydiganmiz, oldi bilan sabablarni o'zgartirishimiz shart. Abduqodir Domollam o'z zamonasidagi keskin bir islohotchi, bir maydon fikr inqilobi qo'zg'algan bir mutafakkir bo'lib qolmasdan, balki yana yangi ma'rif harakatining bayroqdori edi. Taram Uyg'ur apandi Abduqodir Domollamning tajvidi turki, aqoidi zaruriya, ibodati islomiya, javohirul iqon, Tashilul Hisob qatorliq bir yurish asarlarining 20-asrning boshlaridagi Sharqiy Turkistonda qurilgan usuli jadid maktablarida darslik qilib ishlatilganligini alohida ta'kidlaydi. Bulardan boshqa yana bir qancha asarlari ilmiy temalarga bag'ishlangan bo'lib, ayni chog'dagi ma'rif soatida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir halqa, ya'ni yangi maktablarga kerak bo'lgan darsliklarni hal qilishda, tayyorlashda intayin qimmatli material olib kelgan. Bu turdagi asarlardan tajvid turkiy, sarf nahvi, tashilul hisob, ilmiy jug'rofiya, aqoidi zaruriya, bidoyatus sarf, bidayatun nahvi va ilmus sibyan qatorliq asarlarni tilga o'tish mumkin. Abduqodir Domollam yashagan va mujodila ilib borgan davrda butkul Turkiston tuproqlarida an'anaviy madrasa ma'rifini isloh qilish va zamonga loyiqlashtirish, usuli jadid maktablarini ta'sis qilib, zamonaviy ma'rifni maydonga keltirish to'lqini ko'tarilgan edi. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, bu mezgillarda jadidchilar bilan qadimiyatchilar o'rtasidagi eng chong ixtiloflarning biri usuli qadimdan usuli jadid metodiga o'tish masalasida ko'rilgan edi. Ma'lum bo'lgandek, usuli qadim ma'rif tizimidagi madrasalarda shu dars arab farscha o'qitiladi. Dars o'tish usuli asosan yodlatishga tayinlanadi. Yangi ma'rifga o'xshash shu maosh ilib ishlaydigan muntazam o'qituvchi qo'shini yo'q edi. O'quvchilar yosh va saviyasi bo'yicha sinflarga ayrilmaydi. Qizlar o'qitilmaydi. Kon maktablardagi darslarning mazmuni va dars o'tish usuli shu jamiyatning va davrning ehtiyoj va talabiga mos kelmay qolayotgan edi. Koni bilan yangi almashayotgan zamonga va davrga loyiqlashish cho'qonlari ko'tarilgan shu zamonlarda Abduqodir Domollam ko'krak kerib maydonga chiqib, usuli qadim metodining davri o'tganligini, maktab madrasalarda o'qitish metodini yangilashning zarurligini, bo'libmi usuli jadid metodining ilmiyligi, zamonaviyligi va amaliy unumga ega ekanligini o'z asarlari orqali yeshib ko'rsatgan edi. Abduqodir Domollam mazkur usuli qadim, ya'ni koni usuldagi ma'rif tuzumini isloh qilishga tirishgan bir islohotchi, ya'ni bir reformist edi. Abduqodir Domollam yangi ma'rif tushunchasi bo'yicha bir yurish dars kitoblarini tuzib chiqqan. Uning shu tajvidi turkiy, aqoidi zaruriya, ibodati islomiya, hidoyatun nahv, bidoyatus sarf, ilmiy hisob, ilmiy jug'rofiya qatorliq dars kitoblari o'sha yangi ma'rifning ehtiyoj va talabiga uyg'un tuzilgan. Oxirida Taran Uyg'ur apandi Abduqodir Domollamning 20-asrning boshlaridagi jadidchilik harakati davomida o'z asarlari orqali ijtimoiy islohot uchun bir fikr asosi yaratib qolmasdan, balki yana yangi maktablarga darslik tayyorlashdan iborat intoyin amaliy sohalarga ko'ngil bo'lganligini eskartib o'tdi. Abduqodir Domollam ayni chog'dagi jadidchilik, ya'ni yangi kuch harakatida bir fikriy asos yaratish bilan cheklanib qolmasdan, maktablarga dars tayyorlashdan iborat shunday intayin amaliy va inchki nuqtalarga o'ziniki ajrini so'ndirgan deb ayta olamiz. Qadrli radio anglovchilar, yuqorida Abduqodir Domollamning hayoti va uning kurash musobaqasiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 7-qismini anglatdik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.